Assalomu alaykum. Ismim Manzura, jon tabibi va joningizni qiynaydigan so'zlar bo'lsa, gaplar bo'lsa yozing, javob beraman. Как обычно, прироdaga nafas olishga chiqdim. Mana shu yerda sizlarga aytadigan gapim bu. Насчет природа тоже daraxtlar ham, har bitta daraxt, har bitta mana gul bular ham развиваться qilyapti. Siz bilan biz emas. Faqat biza уже bu vibratsiyani qabul qilishdan o'tganmiz biza qotib ketganmiz, badanimiz biza chust qila olmaymiz. Qachonki siz mana shu o'tgan boshingizdan ishlarni nimalarni qo'yaversangiz agar, siz уже yerdan o'tib ketayotgan, tepaga qarab o'tib ketayotgan vibratsiyani chust qilasiz. Men не только olimlarning gapiga ishonib o'tiradigan insonman, men bu narsani исследовать qilaman insonlar. Mana qarang, mana shu daraxtda kuch ko'p, mana bunda kuch ko'p, mana bu yosh daraxtlarda kuch kam. Hali uni razvitsiyasi kam. Bularni ham razviyatsiya qiladi, o'zini razvitsiyasi, o'zini yo'li bilan o'zi har kim razviyatsiya qilyapti. Mana shu yerdagi gul ham yerdan o'sib chiqqan alafda gul paydo bo'ldimi, u уже o'zida kuch topganligi haqida alaf yerni urib chiqdimi, bu narsa ham o'zida kuch topganidan dalolat beradi. Bu narsalar hammasi kuchga ega bo'ldiki, yana bitta yaxshi daraxtgina vibratsiyasi katta. Men chust qilaman bularni, yerga yurganimga ham chust qilaman. Nima uchun? Shu uchun ko'p aylanaman. Men yerda, mana shu yerda kimdir o'tirib qolgan, g'am, alam chekib, yig'lab ketgan bo'lsa, men buni chust qilib yerni tozalab yurayman. Har kimni o'zini jonini o'zini bilasizmi? Razvitiyangiz ochildiki, sizga qarab, sizni kuchingizga qarab sizga tashlab yuborishadi vazifalarni. Meni ham yelkamda ko'p vazifalar bor. Ulardan bittasi prirodani очистить qilib, qotgan ruhlarni, o'tirib qolgan ruhlarni, payg'ambarni, Allohni yoki bilasizmi, farishtalarni kimlarnidir kutib yurgan ruhlar bor. Darajamiz past bo'lgandan keyin mana badandan urib chiqdikmi, o'lganimizdan keyin kimnidir kutib yashaymiz. Afsuski shunaqa mana razvitiyasi bor, mana shu qotgan insonlarni tepaga ko'tarilishiga va Alloh darajasiga ko'tarilishiga yordam beraman, dardlarini, sitamlarini olib taylayman, Allohga yuboraman ularni. Meni ishim mana shunaqa. Ruhlardan qo'rqish kerak yo'q. Tak. Mana shu vibratsiya, daraxtlarning vibratsiyasini aytmoqchi edim. Bir siz razviyatsiya qilmayapsiz yerda, keyin o'ylashni boshlang. Bir biz emas, pishik, mushuk, sichqon ham razviyatsiya qilyapti. Buni endi nima deydi, chust qilgan biladigan biladi. Bu uchun siz qayg'u, alam, sitamlaringizni qo'yaverishingiz kerak. Bilasizmi, insonlar nepravильно qo'yaverishyapti. Mana shu yerda ko'p eshitaman so'zlarni, gaplarni aytishadiki, xudo biz spurdan men o'ylanam, eslanam deyishadi, lekin u alam qolgan ichida, qolgan. Bilasizmi? Allohga topshirdim deganingizdan keyin bitta praktikani qiling. O'tirib o'sha insonni eslang. O'sha insonni eslaganingizda g'azabingiz qo'zg'aydimi? Значит, siz uni Allohga topshirmadingiz. Siz uni hali ushlab yuribsiz. Uni qilgan ishlari bilan xafa bo'lib, siz hali o'zingizga ushlab yurasiz. Mana bu muzikani ham vibratsiyasi past, hozir ko'ramiz. Menga yoqmaydi bu parkning muzikasi. Doim shu uchun naushnikda yuraman. 175 gordost. Endi bu muzika qo'ygan insonga bog'liq. Значит, mana shu parkda ishlaydigan insonlarning razvitiyasi mana shunaqa. 175 gordostda hali o'zlarini anglayapti, ular сознание endi odam badaniga tug'ilib kam воплощенияsi bo'lgan insonlarda gordost bo'ladi. Это нормально. Demak, mana shu daraxtlarning ham vibratsiyasi har xil. Bu ham masalan, kelasiz buni sindirib mevasini olasiz yoki yonida gaplashib turasiz. Bu sizni очищать qilib, o'zida kuch topib bilasizmi, o'sadi. Yonimizda bitta masjid bor. Masjidning yonidan o'tayotganda katta daraxtni ko'rib, uni o'ziga to'dalagan g'amlarni ko'rdim. Inson yonida skameyka turibdi, insonlar o'tirib chaqchaqlashishgan, bilasizmi, gaplashishgan, chaqchaq qilib gapirib o'tirishgan, daraxt hammasini o'ziga tortgan.
u ham razvivatsiya qilyapti. U qachon mana shunday очищенияni qilib bo'ldiki, uni сознанияsi, u daraxt qurib, uni ruhi ko'tariladi, uni energiyasi ko'tariladi. Bu живая природа. Daraxtni lekin o'ylamasdan sindiramiz, lekin o'sha eski hikoyalarda bor, rivoyatlarda bor, sindirmanglar. Это живая природа deymiz, lekin hozir so'qirlarcha yashab o'tyapmiz. Hali razvitiyamiz insoniylik, haqqoniy insoniylikka hali o'tmabmiz. Demak, e'tibor bering, mevasini yeng, urib sindirish kerak emas daraxtni, uni ham joni bor. Uni jonini mana siz sezmasangiz, men sezib turaman va dardini yengillashtiraman. Qayoqqa yomon ko'z bilan qaragan bo'lsangiz, o'sha daraxtga sizni ko'zlaringiz turibdi. Не только daraxt, ana meva-chevalarda ham bozorga ketsam, ko'rib o'tiraman, qaysi ko'z bilan inson qaragan, o'sha narsani ololmagan, puli yetishmagan, o'sha insonni даже полностью programmasi ochiladi. Biza shunday bir-birimiz bilan bog'liq, bizada shunaqa energiya ko'p, bizada kompyuter va badaningiz nimalarga qodirligini осознать qiling, uyg'oninglar. Uyg'onishni birinchi pog'onasi bilasizmi? Mana shu g'am, alam, tashvishlardan qutulish. Qanday qilib qutulib bo'ladi? Вот eski tojiklarda bitta gap bor. Dushmana dadurni shakar qush deganda. Вот olasiz-u, mana shu yomon ko'radigan insoningizni Allohga topshirish kerak yo'q. Hozir bitta gap aytaman, Alloh bu biza. Biza Allohning bir parchasidan yaralganmiz, biza Alloh biza. Tepadagi Alloh biza uchun hech narsa qilmaydi. Sizning yoningizga bitta farishta berilgan, sizni ko'lingizga qarab, u farishta o'zi sizga yo'llarni taxlab berib, yordamchilarni uzatib, sizga informatsiya kelaveradi, чтобы siz uyg'onishingiz uchun, dalda bo'lishingiz uchun, oldinga qarab yurishingiz uchun sizni itarib yuborishadi. Bir narsalar keladi, bir xayollar keladi, bir informatsiya, bir aqlga to'lib ketasiz, o'ylaysiz, kuch keldi, ana to'ldim, va все o'ylamayman degan paytingizda o'zingizni kontrol qilib, mana shu haqqoniy o'ylamaslikka, o'sha o'tgan dushmanlaringizni sevib qo'yaverishga harakat qiling. Yomon ko'rib qo'yavergan insonlaringiz bu savobga kirmaydi, insonlar. Siz o'zingizni programmangizdan o'ta olmasangiz, bu hayotingizda yana shu programmalar keladi. Boshqa insonlar bilan shu yo'lni siz yana o'tasiz. Hozir kelisha olmagan xotinlar bu hayotida yana kelisha olmaydigan dushalar bilan tushadi. O'sha dusha bilan emas. U dusha o'sha boshqa joyda vaplashasiya qiladi. Biz faqat bitta tochkada vaplashasiya qilmaymiz. 1000 kilometr, 2000 kilometrdan narisida biz vaplashasiya qilamiz. Mani so'zlarim, gaplarim uyg'onganlarga kim kiradi? Allohni qidirayotganlar, Allohga topshirib qo'yayotganlar emas. Allohga topshirib qo'ydingizmi, siz hali безответственная, неосознанная dushasiz. Hali bu yo'lda ham bilasizmi, nechidir vaplasheniyingiz ketadi. Ana men uyg'ongan bo'lsam ham, men o'zi qaytib tug'ilmayman demayman, men o'zi ko'ryapman, oldingi budishimni ko'ryapman, yana ayol qiyofasida dunyoga kelaman va ayollik, mana shu seksualnostni o'zimda yarataman. Chunki mana menda hamma narsa ochiq bo'lgani bilan o'zimda erkakcha hislatlar va mana bu dangal aytadigan nimamni olib yo'qotib olmadim. Yo'qotish kerak. Siz ayol tanasiga keldingizmi, ayollikni полностью his qilish kerak. O'sha makri bilan, boshqasi bilan, bilasizmi? Men shu ishlarni qilmayapman, shu uchun yana ko'ryapman, что men yana qaytib ayol tanasiga kelaman. Oldingi vaplasheniya erkakning tanasida ko'p bo'lganligi uchun menda erkakcha hislatlar ko'p, mujestvenность ko'p, hamma narsa ko'p. Demak, гордиться qilamiz, bu yomon emas. Erkakcha hislatlar sizda bo'lsa, bu yomon degani emas. Bu sizni opitingiz, siz undan o'tdingiz, yaxshi o'tdingiz va u narsalar sizda qoldi. Uni передавать qiling. O'g'lingiz bo'lsa, o'g'lingizga o'sha hislatlarni, erkakcha hislatlarni передавать qilish kerak. Sizga nima hislatlar bo'lsa, sizda o'sha tortilish kuchi bilan energiya, seksi sizga keladi, dusha, bilasizmi, sizni bera oladigan narsangizga jon keladi. Bera olmaydigan narsani sizga jon kelmaydi u narsa uchun. Mana shu narsalarni ko'rib o'tiribman, aytaman ota-onalarga-ki, farzand, sani oilangga dunyoga keldi, sani begonani emas, bilib keldi, mana dunyong bor, sen unga razvivatsiya qilishga yordam berasan. Shunaqasini ko'rganman, razvitsiyasiga xalaqit berishgan. Aytamanki, yo'q, qo'yib beringlar, qayoqqa borsa borsin. Sizlarni avlodni ko'tarishga keldi, nima qilyapsizlar deb
ko'rsatganman yo'l. Duxovnaya psixologiya, shuning uchun menda oddiy psixologiya emas, duxovnaya psixologiya. Siz nima uchun keldingiz, nima qilishingiz kerak, qayerga ketyapsiz, ketishni qaysi yo'lga osonroq bo'ladi siz uchun, shularni aytaman. Demak, lekin mana shu yerda oson yo'lini aytgan bilan ham hech kim qilmaydi, потому что mana bu miya, obeziyani judayam уже bilasizmi, avtopilotda insonlar yashashyapti. Avtopilotda turdi, ishini qildi, ovqat qilishi kerak, erga qarashi kerak, baroqqa qarashi. Turdi, опять avtopilot, mana bu obeziyana sizni avtopilotda ushlab turibdi. Inogda shunagina to'xtab, o'zizga o'zingiz ayting, qayoqqa shoshilyapman? Vaqt yo'q narsa. Qayoqqa shoshilyapman? Bu jonga farqi yo'q. Sen hozir uyg'onasanmi, keyin uyg'onasanmi? Unga farqi yo'q. U o'z ishini qiladi. Если siz uddasidan chiqmasangiz, piqi etib ketadi, tashlab mana bu badaningizni. Jon отдельная struktura, miya отдельная struktura. Mana shu so'zlarni sizlarga aytmoqchi edim. Vibratsiyalar haqida, musiqalar, insonni vibratsiyalari, savollaringiz bo'lsa beringlar. Mana bu bog'bonlarning vibratsiyasi hammasi past. Даже 175 dan ham past bo'lsa kerak. Mana shu bog'ga qaraydigan insonlarning vibratsiyasi past bo'ladi, сознание past, сознание qayta tug'ilish kam bo'ladi. Tushundingizmi? Lekin mana shu yerda aytmoqchiman. Mana shu самый низкий сознание bilan dunyoga kelgan inson ham tez razviyatsiya qilib ketishi mumkin. Tez unga bog'liq, uni joniga bog'liq, xohlaydimi shuni? Интереснami unga yashash? Yashash интересно bo'ldiki, sizda savol paydo bo'ladi. Savol, nimaga mana shu alafni turi mana bunday? Nimaga mana bu daraxt bunday o'sadi? U daraxt unday o'sadi. Nimaga bu chumchuq bunaqa, u chumchuq unaqa deb sizda prirodaga savol bo'ladi, hamma narsaga savol bo'ladi. Demak, biza bilasizmi, bu har bir joyga bekordan bekor yurmaymiz. Masalan, mana vibratsiyasi katta bo'lsa, mana atrofimda hamma vibratsiyasi past insonlar yuradi. Nima uchun? Uni uyg'onishi uchun Alloh meni itarib yuboradi o'sha yo'lga, чтобы ular uyg'onishi uchun. Mana qizimni shkolasi 22-shkola, bu shkola razumda turibdi. Vibratsiya razum bu juda ham past. Mana qizimni nimasi vibratsiyasi 500 любовьda turibdi. Hayron bo'ldim. Mana shu narsalar menga qiziqarli. Nimaga endi meni maktabimga 18 ga keta olmadi-yu, men bunga ketdi. 18 ni vibratsiyasi 500. Bizani shkolani vibratsiyasi 500. Tushunyapsizmi? U shkola vibratsiyasi 500 ga, mana vibratsiyasi past bolalar u yoqqa ketadi-yu, uyg'onadi. Har bitta yerning o'zini vibratsiyasi bor. Sizga nima yetishmaydi, Allohim berib turadi. Tortilish kuchi bilan bu avtomatik bo'ladi. Har bitta bandasiga nima yetishmaydi, Allohning qo'li keng, uzun. Borib sizga yetkazadilar, olib boradilar, olib keladilar. Mana shu yerda e'tibor bering, farishtalarning ishiga. Kerak emas asujdat qilish. Eringiz biron narsani sovg'a qilsa, siz, "Voy, men bu rangi yoqmadi, unisi yoqmadi, bu narsa yoqmadi. Mendan so'rasang bo'lmasmidi? Unday qilsang bo'lmasmidi?" deb boshlashadi, bilasizmi, tahlilni. Может, o'sha senga baxt keltirar, mana shu rang bilan o'sha forma. E'tibor bering, o'sha mashinani vibratsiya qilayotganda, boshqani vibratsiya qilayotganda осознанно qarash kerak, nima kelyapti? Olamdan senga nima sovg'a kelyapti? O'sha sovg'ani o'zingga qabul qil. O'sha sovg'ani qabul qiling, qanayligicha shundagina, осуждать qilmasdan qabul qiling. Bu ham sizni o'sgan darajangizdan dalolat beradi. Agar sizda nizkiy vibratsiya bo'lsa, siz doim bir narsadan norizo. Bu norizicholik mana shu jon bilan bilasizmi? 10 martalab qaytib dunyoga kelishingiz mumkin. 10 martalab qaytib kelasiz. Agar siz bir narsadan norizo bo'lsangiz, bu hislatdan qutulish kerak. Любой hislatlaringizdan qutulinglar. Любойdan biz qutulishga kelamiz. Mana bu yer biz uchun uyg'onish uchun berilgan. Uyg'ondingmi, всё. Seni boshqa planetalar kutyapti. Bir bo'lmas, video planetalarning videosini ko'ringlar. Bu samay oddiy materiya, mana buni qimirlatib bildingizki, ozgina darajangiz ko'tarildiki, boshqa planetalarga ketasiz. Shuning uchun ham bizda qayta tug'ilishga, qayta opitni o'tyapti. Bu yerda ko'ra olmaslik opitini bilasizmi? 100 marta qaytib tug'ilgan. Bitta ko'ra olmaslik opiti. Bir inson boshqa insonlarni ko'ra olmagan. Достижениясini, boshqasini insonlarni ko'ra olmasligi uchun 100 marta. Bu путешествие души kitobida yozilgan. Пожалуйста.
Men ham nima deydi, srazu qo'yib yuborgan insonlarga kirmayman. Men ham ko'p воплощение qilganman. Men o'zimni qayta tug'ilganligimni nechta badanlarda ko'rdim va sizni hozir juda ham qo'rqitib qo'yishi mumkin. Даже hayvonlarning ham badanida o'zimni ko'rdim. Hayvonot, hasharotlarning badanida o'zimni ko'rdim. Ruh развиваться qilaverdiki, unda kuch ko'paydiki, u o'sha kuchga mos hayvonni, hasharotni joniga kiradi. O'sha kuchga mos. Mana hozir mana bu badanda qaytib tug'ilaverib, kuchimni o'zimga ko'paytiraversam, farishtalar darajasigacha keldimmi, mana bu skafandrga kira olmayman men уже. Ruh bunga kira olmaydi. Shu uchun ham развиваться qilinglar. Qaytib mana shu dunyoga kelmaslikni xohlasangiz agar, siz kim bo'lishingiz kerak? Farishtalar darajasigacha o'sishingiz kerak. Keng o'ylash va qo'yiverish va yaxshilik qilish. Har bir insonga foydasini o'ylamasdan yaxshilik qilish. O'ylab qilish, bilasizmi? Shu joyda bitta magazinga kirib narsa olayotganimda opa sigaret nima deydi, gugurt qutisini u bola sigaret olibdimi, keyin gugurtga kirgan, gugurt nech pul deganiga opa podarka qilib yubordilar o'sha gugurt qutini. Это неправильно. U yigit bola. Yigitga nimaga sovg'a qilyapsan? Sen qilgin, nochor buviga, shu narsaga zor bo'lgan insonga qilgin. O'tirgan joyida hammaga yaxshilik qiladi. Men aytdimki, siz haddan ziyod qilyapsiz. Bolalarimni baxti uchun dedilar. Men aytdim, ularga siz pochkangizni sotib ham baxt bera olmaysiz. Uni o'zini taqdiri bor, oldindan kelgan yo'li bor. Hamma narsani o'ylab ish qilinglar. O'ylamasdan ish qilamiz, bu oldingi miyani darajasi edi. Hozir o'zgarib kelyapmiz, bilim orttiryapmizmi? O'tirmanglar, bilim orttiringlar. Qayerda siz yaxshilik qilyapsiz, qayerda siz yomonlik qilyapsiz. Tворить добро не надо degan gaplar bor. Chunki sizni yaxshiligingizga ham yomonlik uchib keladi. Men mana shu narsani ko'rdim. Men aytdim, qilmang bunday dedim. Xo'ja, o'zi nechi pul? 3000 dedilar. U pul. U seni davlating va u seni kuching. Sen kuchingni tarqatar ekansan, o'sha opaga qara olmayman, kuchlari yo'q. Magazinga o'tiradilar, sargovat qiladilar. Supermarket. Hollari yo'q, kuchlari yo'q. O'qishni farishtalari faqat menga bitta gap aytadi. Aytgin otpuskaga chiqsin. Bilasizmi? O'zbeklar aytadi, tilimga soch chiqdi deb. Men shunday bo'lyapti. Faqat aytaman, chiqing, otpuskaga chiqing. Chiqmaydi. Nima qilishim kerak? Men vinovatmi? Alloh farishtasini uzatdi. Senga sado keldi. Senga chiq deyishyapti. Holbuki u meni o'zi yomon ko'rib qoldi. Men har bitta inson bilan gaplashayotganda только вот одни и те же слова gapiraman. Одни и те же maslahatlar beraman, keyin insonlar mendan qochishadi. Voy, bu yana hozir o'zini gapini psixologiyaga o'tirdi, voy, bunday qil dedi, unday qil, shuni ko'rmaydi, gaplashadi, deyishadi, qochishadi. Bu sizni vibringiz, bu sizni xohishingiz. Sizni farishtangiz sizga faqat ketirib o'tiradi, miyangiz qotgan miyaga signal berib o'tirishadi, kolokolchalarni ting'ir qilishadi-da. Uyg'otmoqchi bo'lishadi, insonlar uyg'onmaydi. Uyg'onishmaydi insonlar, no nicho. Это выбор, svoboda vыбора hammada bor. Allohning bir parchasidan siz yaralgan, Alloh hech qachon sizni xafa qilib qo'ymaydi, faqat yordamlashadi. Oldinga ketishingizga yaratuvchi bizani yaratuvchi bo'lishimizni kutib turibdi. Qachonki siz yaratuvchi bo'lasiz, bu materiyani qimillatishni boshladingizki, insonni taqdirini o'zgartirishni, insonlarga yordam berishni, mana shu yerga foydangiz tegishni boshladiki, siz уже Alloh darajasigacha o'sgan bo'lasiz va bu badanga qaytishingiz, boshqa planetalarda sizni boshqa ishlar kutyapti, yaratish ishlari kutyapti. Bilasizmi, keyin развитый jonlar 3-4 tasi bitta bo'lib dunyoga keladi payg'ambar sifatida. Mana Levashov, doktor Levashov, doktor demayman, u uchun kandidat, regaliklari ko'p. Значит, yana kim? O'zidan katta yo'lni qolib ketirgan Satya Sai Baba. Hozirgi zamon payg'ambarlari deb men ularni tan olaman. Payg'ambarlar, kuchi bor payg'ambarlar. Eski rivoyatlarda aytadi-ku, hassosni tanq qilib yerga urib suv chiqaradi, boshqa narsa qiladi. Levashov ko'p oxiratdan saqlab qoldi, ketdi ham koronavirus boshlandi. Mana shunaqa. Mani kuchim hali unaqa darajada emas.
manda bitta jon. Levashovda 4ta, 5ta ekan. 5ta jon edi Levashovda. Satya Sai Babada 7ta jon edi. Bitta badanda 7ta ruh o'tirsa, u bilasizmi? Mana oltin og'zidan chiqarardi Sai Baba. Satya Sai Baba kimga интересно, Indiyani nimasini ko'ringlar. Olamdan o'tdi bu ham. Вот. Haqiqat Indiyani yerida ko'p. Razvitiyasi Indiyani baland, inkarnatsiya, reinkarnatsiya, ular bilasizmi? Молодцы вообще. Juda ham nima qilishadi, unaqa. Ishonishadi, bilishadi. Ularda qanaydir ochiq, hatto bizani ham ob-havomiz issiq Indiyaga o'xshab. Nimaga bizga ochilmaymiz? Nimaga? Bilmayman. Bizda kam uyg'onganlar. Indiyada juda ham ko'p. Hammamizga tezroq uyg'onish nasib qilsin insonlar. O'zlaringizga qaranglar, anglanglar, kimsiz, nimasiz, udach.